Gitler shunday degan ekan. Qo'shiqlarni, qo'shiqchilarni ko'paytiring. Shunda odamlar ko'proq o'ynab, kamroq o'ylaydilar. Gladiator kinosini hammamiz ko'rganmiz. Mana shu kinoda nima uchun gladiatorlar jangi boshlanadi? Chunki otasini o'ldirib taxtga o'ltirgan imperator davlatni jar yoqasiga olib keladi va ijtimoiy muammolardan odamlarni chalg'itish uchun har xil sport musobaqalari yu bayramlarga zo'r beradi. Turkistonni bosib olmoqchi bo'lgan general Chernayev shunday degan ekan. Bularga aroq ichishni o'rgatsak bo'ldi. 10 yildan keyin o'zlari bizga qul bo'ladi. Ularning or, nomus, din, diyonat hamma narsasini tortib olamiz. Bu tarix voqealarini eslab nima demoqchiman? Qodiriy aytganidek, moziga qarab ish ko'rmoq xayrlidir. Xulosa esa o'zingizdan. Tegib ketdimi?